Assalomu alaykum qalbi quyosh, mehri daryo, aziz yurtdoshlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali g'oyibona bo'lsa-da didorlashib turganimizdan yana benihoyat xursandmiz. Ilohim, mana shunday muborak va ulug' oyda ezgulikka intilgan qalbingiz aslo zavol ko'rmasin. Go'zal yuzingizni iliq tabassum doimo bezab tursin, qadrdonlar. Ayol hayotning eng nozik, eng go'zal va eng muqaddas ne'matidir. U ona, u opa, u singil, umr yo'ldoshi. Ayol bor joyda mehr va muhabbat va baraka bor. Shuning uchun ham ayolni hayot gulshani deb bejiz aytmaydilar. Uning mehri bepoyon, qalbi keng va sabri tog'dek mustahkam. Ayol nafaqat oila, balki jamiyatning ham ustunidir. U mehnatkash, oqila va fidoyidir. Qaysi sohada faoliyat yuritmasin, ayol o'zining zakovati, sabri va mehri bilan atrofiga fayz ulashadi. So'z yuritmoqchi bo'lgan lavhamiz qahramoni, falsafa fanlari doktori, shifokor gepatolog Saodat Temirova Yorovna ham o'zlarining fidokorona mehnati, yuksak insoniy fazilatlari va kasbiy mahorati bilan ko'pchiligimizga tanish. Insonlar dardiga shifo bo'la olgan muhtarama ayollarimizdan biri bo'lgan Saodat Temirova Yorovna haqida bugungi lavhamiz orqali biroz bo'lsa-da so'z yuritmoqlikni niyat qildik azizlar. Inson hayotida shunday zotlar borki, ularning mehnati oddiy kasb emas, taqdirga daxldor buyuk mas'uliyatdir. O'z bilimi va tajribasi, beqiyos mehri bilan ko'plab oilalarga eng ulug' ne'mat farzand baxtini ulashib kelayotgan shifokor Saodat Temirova uzoq yillar orzu qilib, umid bilan kutgan oilalar uchun haqiqiy najot va ishonch timsolidir. Darhaqiqat, shifokorlik yuksak mas'uliyat va sabr toqat talab etadigan kasb. Uning faoliyatida nafaqat kasbiy mahorat, balki insonparvarlik fazilatlari ham yaqqol namoyon bo'ladi. Shuni onalarning gepatitlari bor edi. Gepatitni bir umr davolash kerak desam, onalar aytgan, "Sodiqa, siz qarib qolasiz" desa, unda bitta qiz yasaymizda. To'g'ri, 26 ga kirganda uni infeksiyangiz qilib, onasini davolashga mana o'rnimga qo'yib ketaman. Sinaqa mana Musfiraxon bo'lajakdagi onasini davolaydigan qizimiz bo'ladi. Sinaqa bo'lasizmi? Opamga har dam aytadi, hammasi zo'r bo'ladi. Noldan mana bunaqa yasab, tayyorlab, mo'jizani beruvdik. O'zlari yur bo'lib ketdilar. Rahmat, siz ayting endi. Avvalambor Xudo, undan keyin mana shu opamizni orqasida mana shu nevaramiz dunyoga keldi. Dunyo turgancha tursinlar, Saodat omalar. Bunaqa nevaralarni ko'psini dunyoga keltiravering. Siz orqangizda biz ham xursand bo'lib yuraveringlar. Biz Svetla kelgandan xursandman. Mo'jizalar, yorug'lik keldi, bilasizmi? Sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar shifokorlarimiz, mana shunaqa shifokorlarimiz ko'payaversin. Marimiz ko'p anaqalarimiz ko'p edi, lekin esimdan chiqib turibdi. Ayol nafaqat jamiyatda, balki oilada ham tayanchdir. Ko'p yillardan buyon poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan Nurmed klinikasida samarali faoliyat yuritib kelayotgan tibbiyot fanlari nomzodi gepatolog shifokor Saodat Temirova Yorovna ham mehribon ona, oqila ayol sifatida atrofdagilarga o'rnak bo'lib kelmoqda. Uning hayot yo'li jasorat, mehr va fidoyilik namunasidir. Tabriklaymiz Saodat Yorovna Temirova, Qozog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi kadrlar malakasini qayta oshirish markazi tomonidan Ali ibn Sino nomidagi 2-darajali kumush medal bilan taqdirlangan. O'sha olib borayotgan faoliyatlari nasib bo'lsa xalqaro maydonda ham, butun mamlakatimizda ham
yuksak bir hurmat bilan e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Biz nafaqat bemorlari sifatida, balki jurnalist sifatida ham bu ishlarni butun mamlakatga yoyishni oldimga maqsad qilib qo'ygan mas'ullar va 8 ta maqola yozmoqchi edim. Tabriklaymiz. Kumushlarni albatta kumush nishon, xudo xolasa bu birinchi va oliy darajali nimalarga ham sazovor bo'lishingizni tilaymiz va albatta siz bilan bog'lanishda Qozog'iston ham juda qiziqib, o'sha bilim va tajribalaringizni o'rganishni maqsad qilishgan. Xudo xolasa keyingi qadamlar xalqaro aloqalarda men yo'lboshchi bo'lib Namoz aka bilan sizni hali xalqaro va qo'shma mamlakatlarga albatta mukofotlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Muhtaram yurtboshimiz nomidan ham prezidentimiz qo'llaridan ham mukofot olish sizga nasib qilsin va akademik unvoni bilan bo'lganda ham biz sizni xalqaro yutuqlar olib borib tabriklashdan charchamaymiz. Qashqadaryoning buvijonisi. Ha, Saodat Temirova Yorovna o'z kasbiga sadoqatli, inson salomatligini hamma narsadan ustun qo'yadigan shifokor sifatida el-yurt hurmatiga sazovor ayollarimizdandir. Bugungi kunda poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan Nurmed klinikasida u ko'p yillar samarali faoliyat yuritib, bemorlar dardiga malham bo'lib, nafaqat bilim va tajribasi, balki shirin so'zligi va mehribonligi bilan ham ko'plab insonlar qalbidan joy olgan. Ha, ayol go'zallik, nafosat va matonat timsoli bo'lib, olamni mehr va nurga to'ldiruvchi muqaddas zot. U bahor faslidek maftunkor, gullardek nafisdir. Mana o'lkamizda yasharish va yangilanish fasli bahor kirib kelishi bilan qalblarga quvonch, dillarga iliqlik ulashmoqda. Shu o'rinda ushbu go'zal faslda nishonlanadigan ayyomlarimizdan biri 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan Nurmed klinikasida samarali xizmat qilib kelayotgan barcha aziz tibbiyot xodimlarini, jumladan tibbiyot fanlari nomzodi, gepatolog shifokor Saodat Temirova Yorovnani ushbu go'zal ayyom ila chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Siz insonlar salomatligi yo'lida fidokorona mehnat qilib, mehr shafqat va ezgulik namunasini ko'rsatib kelmoqdasiz. Ilohim, har bir kuningiz quvonchga, har bir qadamingiz baxtlarga to'lsin. Bahor gullaridek ochilib, atrofingizga mehr va nafosat ulashib yuring. Siz bor ekansiz, hayot go'zal va mazmunlidir.